Shoir Elbekning shunday bir so'zi bor-da. Yoshlik manguga qaytmas, qayga ketganini aytmas deydi. Qani o yoshliklar? Mana endi hozir yoshingiz biror o'sha 50, 60, 70lardan oshib borayotgandan keyin ancha o'sha davrni qadriga yetib qolar ekansiz. Mana endi sekin-sekin navaralar ko'zimizga ko'rinib, farzandlar ko'zga ko'rinib, ulardan ketdan Alloh mana navaralarni bergandan keyin endi bu qadri o'shalarni qadriga sal yetadigan bo'lib qoldik. Onam rahmatlik ismlari Zaynab bo'lgan, yolg'iz qiz bo'lganlar. 3 ta o'g'illi oralarida. O'qimishlik, ziyoli ayol bo'lganlar. Keyin Bo'stonliqda ular Sijay qishlog'ida maktab ochib, o'sha yerda birinchi o'qituvchi bo'lgan ayollardan. Otam Usmon bo'lganlar ismlari. O'sha paytlarda ular sessiyalarda rais bo'lgan. Borib 3 ta kolxozi birlashgandan keyin bosh buxgalterga yetmagan hisob kitob biladigandan keyin otam rahmatli o'sha yerga bosh buxgalter bo'lib ishlaganlar. O'shalardan biz mana endi farzandlar shu ota-onamizdan chiqib o'zimiz 8 kishi bo'ldik. 4 o'g'il, 4 qiz. O'g'ildan eng kenjasi men. Ismimni onam rahmatlik qo'ygan ekanlar-da, Norimboy deb. Men xafa bo'lardim-da, nimaga Norimboy qo'ygansizlar? Boshqa ism yo'qmi? Yo'q. Tug'ilib o'sgan qishlog'im Bo'stonliq tuman Sijay qishlog'imizda shunaqa bir inson bo'lgan, go'zal, chiroyli, butun xalq nima narsa kerak bo'lsa maslahatlashishga shu insonning oldiga borgan. Juda aql idrokli inson bo'lgan, o'qimishli. Sen o'sha odamga o'xshab yurgin deb shu insonning ismini qo'yganmiz deganlardan ko'nglim taskin topib, keyin xursand bo'lganman. Onam juda to'g'risiz bo'lganlar. Odamlarning orqasidan gapirmagan. Aybi bo'lsa, shu betiga gapirib qo'ya qolgan. Hamma ham uda qila olmaydi bu narsani, qo'lidan kelmaydi. Shuni demak, u avvalo siz o'zingiz insonni o'ziga to'g'ri bo'lish kerak. 200lamachi bo'lish kerak emas-da. Odam eng yomoni 200lamachi. Shuning uchun odam betiga shundoqcha aybini aytib qo'ya qolardilar. Ketidan gapirmasdilar. Shu odat menga juda yaxshi qolgan. Eskidan qolgan gapir, to'g'ri so'zni to'qmog'i deydi. Har bir narsani o'zini ketidan bir javob beradigan narsa keladi-da. Ayrimlar sizni so'zingizni yoqtirmaganlar albatta ular yoqtirmaydi. Lekin o'zingizga o'xshagan to'g'ri so'zni ichiga tushib qolsangiz, o'sha tarozini pallasida ular bilan birga o'tirasiz. To'g'ri so'zlarda o'tdi. Endi egri so'zlarning ichiga kirsangiz, ular bilan o'tira olmaydi odam. Hali aytib qo'ydi, meni suhbatingda arjumand etmas deydi. Qarang, Navoiy shuni yozgan. O'sha arjumandlikda ish katta. O'sha hurmatda bo'lishlik, ularning hurmatini olib yurishlik, siz ham ularning hurmatini qilishlik bu katta gap. Endi shuni ketidan ozgina oshna og'aylar ayrimlardan dakki eshitib kelayotgan joylarimiz ham bor. Nega shu darajada ham bo'lasanmi? Shunaqa odam betiga gapirib orasanmi? Endi men to'g'ma endi buni odamdan olib tashlab bo'lmaydi. Undan tashqari kechirimli bo'l deydi. Yo'q, kechirish uchun boshida o'ylab ish qilish kerak edi. Misol. Shuning uchun yomon emas, haligacha juda bir afsus qiladigan joylarim yo'q. Shu bir 18larga yoshlarga borganda onam rahmatlik olamdan o'tdilar. Maktabda o'qib yurganda shu ashulalarimni eshitardi, tushib konsertlar berardi, shularda o'tirardi. Keyin bir tog'alarimni to'ylarda onam rahmatlik Farin akam yonida ashula qilganlarimni o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Yana duo qildilar. Qanday xursand bo'laman. Ko'rdi Farin akam ham shu onam rahmatlik onangmidilar. Qaddingni ko'tarib shunday. Osmonga ko'tarib. Qani onam bo'lganda dedi. Menman degan yozuvchilar ham, menman degan podsholar ham shular ko'rmagan bo'lsa, shu davrimni onam ko'rganda edi, otam ko'rganda edi deydi. Juda qiyinchiliklarda bizni katta qildi. O'sha ibg'oy etdimi otaning mehri, boshqa kiyim-kechak hech narsadan kamchiligimiz yo'q. Menman degan insonlardan zo'r kiyintirib qo'yardilar. Endi hayot shunday. Mana sahnalarda chiqdim Farin akam bilan. Televizorlarda keyingilarni ko'rmagandan albatta afsus qilasiz. Hozir ham aytaman. Tirik bo'lganda palonchi bilan teng bo'lardi. Endi yoshcha Alloh beradi. Bismillahimiz bera olmaymiz uni. Endi qani, bundoq o'tirib to'rida sani qo'lingdan bir piyola choy isib bo'lmasmi deb qo'yaman. Gulchehraga, ayolimga. Bu ham yig'laydi. Onamni ko'rmagan u. Endi menga bu ham juda katta armon. Shu onamning orzularini amalga oshirdim. Eng keragi shular duolari bilan. Shaharga o'qishga ketadiganmanda 8-sinf tugatdim-da. Hali yoshsan-ku, matim ona, hozirda bu yerda qolsam nima qilaman? Borsam, u yerda o'qisam, kelajakda chiqib bir institutga kirsam. Uydan yig'lab chiqdilar, mazoratimiz shundoq pastida soy oqib o'tadi katta. Shu yerda teparoqda turibmizda, ana o'sha yerda turib men duo qildilar.
suv tip-tiniq oqyapti-da. Yuzing hamisha mana shunday tiniq. Ko'kragingda birovga bo'lgan yomonlik dog'i bo'lmasin. Bitta nasihatim. Oila qursang, ayolingni xafa qilma. Bolalaringni xafa qilma. Shularni qo'lingda olib yurgin. Ko'rvasan men qanaqa azobdaman deb. Shular tuproq olsang oltin bugun mana mazoratga qarab gapiryapman shuni. Lekin shu joylarga juda Alloh bergan umrni o'tganingdan keyin Alloh o'zi olsin deb duo qilganlar. Mana qancha qo'shiqchilar ona haqida ashula qilyapti. Shu Yong'in Mirzo onalari o'lgandan keyin onam dermanni yozib, aradan ozroq vaqt o'tgandan keyin Faxriddin Markovga beradi. Faxriddin aka mana shu she'rni ko'ring, qarasizlar Faxriddin aka ham onalari olamdan o'tgan. Ancha bo'lgan o'tib ketganlarga, bular yosh bo'lgan onalar o'tganda, 6 yoshlar bo'lgan. Qarasa bularni ham o'zini yuragiga tegadi boyagi she'r. Anandan keyin shu bu olamda ulug' zot kim desang doim onam dermanni ashula qildilar. Shu ashulani o'zim ham aytib yuradim. Onam ayniqsa og'ir kasal yotganlarda shuni ayttirdilar. Faxriddin aka bilan o'sha paytlarda endi boramiz, to'ylar ko'p, xizmatlarga boramiz, konsertga boramiz. Bu 66-yili kelgan bo'lsam 66-yil shu insonga shogird tushdim. Oktyabrlarda mana u odam to'ylarga olib yurdilar. Eshitib ko'rdi, boshqa qildi. Sverlov konsertlarida birinchi o'sha yerda olib chiqdilar. Mana yonida yosh shoirlar, shogirdlaridan deb Norboy Musayev deb o'zlari engashib salom beradi. Men ham bo'ynimdan engashtirib qo'yadi, salom berdi. Yosh bizda endi. Ana endi borgan yerimizda albatta yig'aman-da, keyin olib chiqib onam qo'liga beraman. Duo qiladilar. Endi bu duo boshqada. Topganingga baraka bersin. Omadingni ber, ustozingni dilidan, yuragidan hurmatlida joy olgin. Lekin bitta nasihatim, boradigan yeringga men falon sumga boramadim, naqnava qo'yma. Shu paytgacha o'sha chiqib kelaman. Birov nech bilsa yo menga dilingizdagi borgandan keyin dilingizda nima bo'lsa o'shani berib yuborasiz. Ana endi onam rahmatlik Banisa deyotdilar. Ana o'shanda endi har kun borasiz-ku uni yotgandan keyin. Qo'liga olib beraman pulni. Men bu o'zingga bir narsa qo'yaptimi? Ha, o'zimga albatta qo'yapti. O'zingga yoqqan kiyimni oling. Qanaqa kiyim yoqadigan bo'lsa o'shani olib kiying. Mana shularni qilganman, lekin shu duolarni oldim. Qo'llariga bera oldim shu topganimdan. U yuzda o'tirib, bir piyola joyiz to'rida o'tirib bir piyola choy ichganga yetmas ekan. Bu boshqa bo'lar ekan.